tizimlari jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy barqarorligini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Ulardan biri bo'lgan konservativ model Yevropaning kontinental davlatlarida keng tarqalgan bo'lib, uning mohiyati jamiyatning an'anaviy va ijtimoiy tizimlarini saqlab qolish hamda shaxsiy mas'uliyatni kuchaytirishga qaratilgan. Eksklyuziya bu biror shaxs yoki ijtimoiy guruhning jamiyatdagi asosiy imkoniyatlar, resurslar va ishtirokdan chetlashtirilishi, ya'ni ular jamiyat hayotidan tizimli ravishda tashqarida qolishi jarayonidir. Stigma odamga jamiyat tomonidan salbiy tamg'a qo'yish, uni boshqalardan boshqacha deb ajratishdir. Stigma ko'rinmas devorga o'xshaydi. U odamlarni bir-biridan ajratadi, lekin hech kim bu devorni ko'rmaydi. Masalan, nogironligi bor insonni jamiyat u eplay olmaydi deb baholashi, qashshoqlikda yashayotgan odamni aybdor deb ko'rish, ruhiy holatida muammosi bor kishini g'alati deb atash, bularning barchasi stigma ko'rinishlaridir. Diskriminatsiya bu odamning uning shaxsiy belgilariga qarab, ya'ni jinsi, yoshi, irqi, millati, nogironligi, ijtimoiy mavqeiga qarab munosabat bildirish, adolatdan chetga chiqib, o'ziga xos kamsitish, haqlarini cheklash yoki nohaq munosabat qilish. Ya'ni ikkita teng huquqli insonni birida shu belgilar bo'lsa,